Farg'onaga shiddat bilan kirib kelayotgan o'sha bazalet ichimliklarni odamlarga ichirib fikrlarini bilamiz. Qani ketdik. Xudo xolmaylar. Bazaletini ichib ko'rdilarmi? Ichib ko'rmadingiz, bitta tanlab tatib ko'ringchi. Anorligidan. Eng trendda bo'layotgan anorligini o'z ta'til mazalariga baho berishadi. Faqat xolis fikringizni aytasiz. Normalmi? Yaxshimi? Yoqdimi? Tavsiya qilasizmi? Ha, hammaga tavsiya qilaman. Nokligidan qani, ichib tatib ko'ring. Chotki. Yaxshimi? Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Jon, bazaletini tatib ko'rdingmi hech? Rosa oqtardim lekin shu krem sodaligini aka. Tatib ko'ringchi qani kakras. Ko'rsam bo'ladimi? Faqat xolis baho berasiz. Bo'ldi aka. Bismillah. Haqiqatdan mazasi yaxshi-kan aka. Tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilaman. Qayerdan topsa bo'ladi endi? Buni O'zbekistondagi, Farg'onadagi xohlagan do'konlaringdan topishlaring mumkin. Topsa bo'ladi. Bu mengami endi? Sizga endi sog' bo'ling, rahmat. Vashshe zo'r. Zo'rmi? Qani, tatib ko'ringlarchi. Yoqdimi? Yoshlarga ham yoqadimi, yo'qmi? Tavsiya qilasizlarmi? Zo'ragan, zo'ragan. Hammaga tavsiya qilaman. Hurmatli do'stlar, bazalet ichimliklarini xohlagan do'konlaringdan topib ichishlaring mumkin. Yaqin do'stlaringga bu videoni jo'natib qo'yinglar, sizlarga bazilet ichimligini olib bersin. Bazalet zo'r.